Samarqand tumanida 15-asrga mansub me'moriy yodgorliklardan biri Hoji Ahror Vali majmuasi qad rostlagan. Majmua turli davrlarda bunyod etilgan madrasa, masjid, minora hamda hovuzdan iborat. Masjid binosi sinchli, to'g'ri to'rtburchak tarhli, yog'och ustun to'sinli. Minoraning old tomonidagi atrofi chinorlar bilan o'ralgan hovuz ham dahmaga uyg'un tarzda barpo etilgan. Hoji Ahror hazratlari Naqshbandiya tariqatining yirik namoyandasi sifatida musulmon olamining buyuk mutasavvuf donishmandlari sifatida o'z munosib o'rniga ega bo'lgan ulug' siymodir. Karomat sohibi bo'lgan bu zotning asl ismlari Ubaydulloh bo'lib, Ahror iborasi hur, oliyjanob ma'nosidagi laqabdir. Musulmon dunyosi tarixida o'tgan 356 nafar avliyolardan faqat 3tasigina Qutb-ul Aqtob, ulug' darajaga yetgan avliyo sifatida e'tirof etilgan. Mazkur 3 avliyoning biri Hoji Ahror Vali bo'lgan. Hoji Ahror Ubaydulloh Vali hazratlari o'z davrlarida ko'p masjid va madrasalar qurganlar. Toshkentda, Hirotda, mana shu Samarqandda ham madrasai Safed degan mashhur madrasalari bo'lgan. Keyinchalik u kishiga ehtiroman mana shu hozir turgan joyimiz Nodir Devonbegi madrasasi qurilgan. Madrasa 1630-1631 Ashtarxoniylardan Nodir Devonbegi mablag'iga qurilganligi sababli uning nomi bilan ataladi. Madrasaning 4 burchak hovlisi atrofi hujralar bilan o'ralgan. Temuriy shahzoda Abu Said Mirzo Abdulloh bilan bo'lgan jangda qo'li baland kelib, Samarqandni egallagach, o'ziga pir tutgan Hoji Ahrorni Toshkentdan Samarqandga ko'chirib kelgan. Shu tariqa 1451-yildan boshlab Hoji Ahror Samarqandda muhim turib qolgan. Alloma nomi bilan ataluvchi me'moriy majmuani kezar ekansiz, Ubaydulloh Ahrorning asrlar osha yangrab kelayotgan hikmatlari mag'zini chaqqanday bo'lasiz. Oqqan daryo oqaveradi. Nur zulmat qarshisida hamisha g'olib. Ruhiyatingizdagi ajib evrilishlarga sabab bo'luvchi bu haqiqatlar vositasida ma'naviy poklanish sari yuz burasiz. Buyuk mutakallimdan avlodlarga qarata aytilgan pand o'gitlar qulog'ingizda qayta va qayta jonlanaveradi. Sizni dunyo molidan o'zingizni tiyishingizni aytish bu baxillik yoki xasislikdan emas, balki istaymanki siz bu dunyo bilan ovora bo'lib qolib, ma'naviyatdan, oxirat saodatidan va maqsud jamolidan mahrum bo'lib qolmasangiz.